Yana bitta kottejimizga usta akalarimiz elektricheskiy kabellarni o'tkazish bilan ovora bo'lib qolishdi. Boshlashdi уже, mana bu yoqqa bir narsalarni qotiribdi elektricheskiy. Молодцы. Bu xonamiz bo'pti demak. Zo'r. Hozir usta akalarimiz mana bu xonada elektricheskiy bilan shug'ullanyapti ekan. Bu yerda va mana shu xonada. Tak, ana elektrikasini gap yo'q. Bosibdi. Bu kottejimizni yana bir marta olyapman. Nima maqsadda? Tushuntirish maqsadida, ko'rsatish maqsadida. Mana bu yerda уже elektricheskiy kabellarni 100% o'rnatib bo'lishdi. Bu kottej tayyor. Xudo xolasa shkaturkalardan kelgan nasib bo'lsa, bemalol elektricheskiy chastlarni yoqib ishlatib va hokazo ishlab bilan shug'ullansa bo'ladi.